Assalomu alaykum, Gold Clinker kuzatib oluvchilar, Gold Clinker korxonasini showroomidamiz. Juda ko'pchiliklar bu biznesi bo'yicha mahsulotlarni qanday holatda qatirilishligi bo'yicha juda gapirib, bu bo'yicha qiziqishlar, juda ko'p savollar tushyapti. Qoliplar narxlarini to'shlisini aytinglar, mahsulotlar narxlarini aytinglar deb bizni kuzatib oluvchi obunachilarimiz so'rayapti. Mahsulotlarimiz, qoliplar narxlari $130 dan $200 gacha rezinaning kachествosiga qarab narxlari belgilanadi. Plitkalarimizni 65 mingdan 95 ming so'mgacha. Однотонный mramori ham, barchasi 9 bet mramori ham, barchasi shunaqa narxda. Keyin buni ikkinchi sort deb qo'yamiz. Besvetli holatda, o'zi raskrashning holatda bo'ladi, kraska qilib olinadigan. Ulari 25 mingdan 45 ming so'mgacha narxlanib sotilyapti hozirgi kunda. Bu biznes bo'yicha ochaman, past toshlardan maslahat berasizlar degan aka-ukalarimizga boshiga qo'yib qo'yganmiz. Ishni boshiga mana shu 3 osidan olinadi. 3 osidan 30 masalan 40 kvadrat olayotgan odam 10 kvadratdan bulardan olib turib, so'qillardan komplekt holatda qilib boshlasa bo'ladi. O'ylaymanki, barcha ma'lumotlar to'liq holatda berdik. Agar telefon nomerlarimizni qo'yib o'tamiz, bemalol shu telefonlar orqali aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. To'liqroq savollaringizga javob beramiz. Biz ishxonamiz Andijon shahar Jahon bozori mebel bozorining oldida. Gold Clinker korxonasi, ko'pchilik biz Gold Clinker korxonamiz deb aytayotgan. Gold Clinker korxonasining mahsulotlarini bir qator ko'ringlar ko'zinglar bilan, keyin boshqa joylarda bemalol ko'ra olasizlar. Sizlarni korxonamizda kutib qolamiz. Zo'r.